Keyin bizani chaqirishadi, masalan aytishadi, nimaga unaqa bo'ldi? Mana bizni devorimizdan mana shunaqa tushib ketdi, travertin turmadi, travertin bunaqa ekan, bunaqa ekan. Unaqa emas. Akalar, u osnovasi zo'r bo'lsa, tagi, ya'ni tagi, o'sha devorni tagini chotki qilib, как положено izolyatsiya, sho'rga qarshi, gruntovka, boshqalarni hammasini qilib chotki qilinsa, o'shandagina u zo'r turadi travertin. Bizning qilgan joylarimiz bor. Juda uzoq turadi. Hozirgacha 7 yil, 6 yildan beri turibdi. Tushgani yo'q. Baribir usta bilan ustaning katta farqi bor-da. Tushunyapsizmi? Siz agar ish o'rganmoqchi bo'lsangiz, ba'zi ustalarga tegishli-da. Siz ish o'rganmoqchimisiz? Agar ish o'rganish niyatlaringiz bo'lsa, undan ko'ra ustoz ko'ringlar. Ustoz ko'rgandan keyin nima deydi? Ustoz ko'rgandan keyingina bir hech bo'lmasa bir 2 yildan keyin o'zlaringiz samostoятельно, ya'ni o'zlaringiz chiqib ketishga harakat qilinglar. O'shanda ham ustani duosini olib ketish kerak. Tushunyapsizlarmi? Masalan, shunday ustalar bor, 2 kun ko'radi, ustadan qochib ketadi-da, o'zi ish oladi, lekin dabdalasini chiqarib keladi. Biz bu narsalarga ko'p guvohi bo'lganmiz. Endi men kimligini konkret aytib o'tmayman. Agar kimga kerak bo'lsa, konkretni borib, perik faktim qo'yib o'sha ko'rsatib olishim mumkin. Ana shu bola mana shunaqa edi, mana shunaqa bo'ldi deb. Lekin bu endi unaqa emas. Iloji boricha kачествоni xohlagan uyda egalari puliga ham chidashlaringiz kerak. Tushunyapsizmi? U kачество qiladigan usta bekorga unaqa narx aytmaydi-da. Endi qimmat emas, lekin el qatori, tushunyapsizlarmi? El qatori hammasi. Mana shunaqa gaplar. Obuna bo'lib qo'yinglar.